yangi tug'ilgan chaqaloqdagi so'rish, emish xususiyati. Mana bola tug'ildi. Onasining ko'kragini shunday og'ziga tushishiga emadi, so'radi. Kim o'rgatdi unga shu xususiyatni? Emishlikni ilhomini kim berdi? Agar yer yuzidagi hamma tabiblar yig'ilib kelsa ham, tug'ilgan chaqaloqqa mana shu narsani o'rgata oladimi? O'ylab ham qo'ymaymiz-a? Tug'ildi, shu emishlik xususiyati yo'q bo'lsa, ochidan o'ladi. Statistikada bor ekan, 500 mingta boladan bitta bolada shu emishlik xususiyati bo'lmay qolar ekan va o'lar ekan hech qanchaga bo'lmasdan. Voy, farzand ko'rayotganlar, siz o'ylab ham qo'ymaysiz-a, bolangiz tug'ilgandan keyin sut emish emasligi muammo bo'lishi mumkinligini. Sut emishligi muammo bo'lishi mumkinligini o'ylab ham qo'ymaymiz. To'g'rimi? Ne'matmi? Mana shu refleksni kim ato qildi? Alloh taolo.